Assalomu alaykum juftim. Bugun bizning hayotimizdagi eng go'zal kunlardan biri to'yimiz bo'lgan kun. Xuddi kechagidek esimda. Yuragim hayajondan tez-tez urgani-yu, qo'llarim titragani. O'sha kuni men siz bilan yangi hayotga ilk marta qadam qo'yganman. Hayotimdagi eng to'g'ri qarorni qabul qilgan kunim. Bugun o'sha kunni eslab Allohga qayta shukronalar aytdim. Ba'zan hayot oson bo'lmaydi. Lekin birga ekanmiz. Har qanday qiyinchilik biz uchun yengil bo'ladi. Chunki bizning hikoyamiz muhabbat, sabr va sadoqatdan yozilgan. Rahmat hayotim, menga berayotgan mehringiz uchun. Sizni tanlab adashmaganimni har nafasimda his qildirib turganingiz uchun.